yoshlik tugashi mumkin. Shuning uchun hammamizga rostdan ham o'zimizni bundan xoli holda munosib his qilishimizni tushunishimiz juda muhim. Yoshligimizda ko'pincha qadriyatimiz, tashqi ko'rinishimizda, qomatimizda, olgan e'tiborimizda, mashhurligimizda yoki qanchalik layk to'plashimizda deb o'ylaymiz. Ammo gap bu narsalarda emas. Men bunga munosibman degani aslimday bo'lishga haqliman deganidir. Hammamizda o'zimiz tanqid qiladigan, o'zgartirgimiz keladigan jihatlar bor. Biz o'zimizni boshqalar bilan taqqoslaymiz. O'z yaralarimiz, kamchiliklarimiz va farqlarimizga qaraymiz. Lekin aynan shu narsalar bizni qanday inson ekanligimizni belgilaydi. O'zingizga ha deng. Men bunga munosibman.